Toshkent davlat stomatologiya instituti talabalari uchun Turkiya kompaniyasining stipendiyasi joriy etildi. Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 31-yanvardagi qaroriga muvofiq qobiliyatli yoshlarni rag'batlantirish tizimini yanada takomillashtirish, ularni faol yaratuvchilik faoliyatiga keng jalb etish maqsadida ushbu amaliyotga qo'l urildi. Endilikda mazkur institutning iqtidorli talabalarini munosib taqdirlab borish tajribasi qo'llaniladi. Bugungi kunda Toshkent davlat stomatologiya instituti tomonidan xorijdagi yetakchi turdosh ilmiy ta'lim muassasalari bilan istiqbolli hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yish, o'quv jarayoniga xalqaro ta'lim standartlariga asoslangan eng zamonaviy pedagogik texnologiyalar, ta'lim dasturlari va o'quv metodik materiallarni keng joriy etish, ilmiy pedagogik faoliyatga yuqori malakali chet el o'qituvchilari va olimlarni jalb etish, talaba yoshlarni rag'batlantirish borasida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Farmatsevtika mahsulotlari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan Nobel Farmsanot, O'zbekiston Turkiya qo'shma korxonasi rahbar kadrlari va institut mas'ul xodimlari tomonidan imzolangan hamkorlik memorandum ham ushbu ishlarning mantiqiy davomidir. Mazkur memorandumga asosan endilikda institutning ilmiy tadqiqot faoliyatida muvaffaqiyatlarga erishgan faol bakalavriat talabalariga tanlov asosida Anzibil Dental Award nomli stipendiya beriladi. Bizning kompaniya tomonidan moliyalashtirilgan ushbu stipendiya asosan tibbiyotning stomatologiya yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarga beriladi. Bundan maqsad nafaqat o'qish davomida yuqori natijalarni qayd etgan talaba yoshlarni rag'batlantirish, qolaversa ularning orasidan yuqori salohiyatli, iqtidorlilarini tanlab olib korxonamizga ishga taklif ham qilamiz. Anzibil Dental mukofotini tayinlashda asosan tanlov tarzida bo'lib o'tadi. Unda nomzodlar komissiyaga zaruriy hujjatlarni taqdim etishganidan so'ng komissiya tomonidan nomzodlarning o'qish davomida erishgan yutuqlari, fanlarni o'zlashtirishlaridagi baholari va tashkiliy va jamoat ishlarida ham faolligi inobatga olinadi. Komissiya nomzodlar orasidan munosiblarini suhbat asosida tanlab olishadi. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz, ushbu stipendiyaga joriy yilda 10 nafar talaba munosib ko'riladi. Muloqotdan so'ng mehmonlar institutdagi shart-sharoitlar, talaba yoshlarning amaliyot o'tashlari uchun faoliyat yo'lga qo'yilgan yangi markaz bilan ham yaqindan tanishdilar. Uchrashuv so'ngida kelgusidagi hamkorlikni davom ettirish borasida kelishib olindi.